O'zbekiston aholisi sizningcha rus tilini bilish shartmi? Шарт. Nahotki? Sabab Знать надо по-русски. Всем. Ты кармане бабушка, шпионы туда. Я бабушке помогите, я бабушке помогите. Yo'q, shart emas. nega? Rus tilida gapiraman bo'ladimi? Tush aslo o'ng bo'lmas, o'ng tush bo'lmas. Tush bilan o'ng bilan tush hammasi bir bo'lib. O'zi rus tili ikkinchi til deb qabul qilingan-ku. Boribchi. Bu ertaklaringni katta xolangga aytgin, xo'pmi? Sizningcha shart. Manimcha shart. Bilish shart deysiz. O'zingiz rus tilini bilasizmi? Yo'q, o'zim bilaman. Bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan Шарт. Nima uchun? Endi hozir turistlar ko'p O'zbekistonda o'shaning uchun. Chunki ko'pchilik meni rus tilini bilsiz holatda hozir ham Toshkentda o'zi. O'zbek tilini bilsiz ko'p javob olmaydi o'zi. Tur yo'qol bu yerdan tezroq. Har kim o'ziga qarab, lekin majburiy. Nima dedi? Takrorlashga tilim bormaydi.